Yurgen Klopp bir shart evaziga Real bosh murabbiyligini qabul qilishi mumkin. Ficheres nashrining yozishicha, Klopp Vinicius Junior klubdan ketsagina Realning taklifini qabul qilishi mumkin. Murabbiy braziliyalik futbolchining davri yakuniga yetgani va klub jamoaviy hamda yuqori pressingga asoslangan taktikaga o'tishi lozim deb hisoblamoqda. Hozirgacha Viniciusni himoya qilib kelayotgan Qirollik klubi prezidenti Florentino Perez esa endi murakkab tanlov oldida turibdi. Viniciusni jamoada saqlab qolish yoki murabbiy talab qilayotgan tarkibiy o'zgarishlarga rozi bo'lish deyiladi manbada. Shuningdek, Real Madrid rahbariyati ehtiyot chorasi sifatida boshqa variantlarni ham ko'rib chiqmoqda. Xususan, klub ro'yxatida Enzo Maresca va Antonio Conte nomlari saqlanib qolmoqda. Unga ko'ra, Enzo Maresca taktik jihatdan zamonaviy qarashlari va yosh futbolchilar bilan olib borayotgan samarali ishlari tufayli madridliklarga ma'qul kelgan. U transferlar masalasida keskin qarorlar chiqarmaydigan, kelajakka qaratilgan variant sifatida baholanmoqda. Antonio Conte esa o'zining qat'iy xarakteri va qisqa vaqt ichida natija berish qobiliyati bilan ajralib turadi.